Tracker narxida atiga 5 million qimmatiga 7 o'rindiqli Jitur X70 mashinasini boshlang'ich to'lov $4600 bilan nasiya savdoga chiqazib beramiz. 5 yilgacha bo'ladi nasiya savdo. Kelishilgan summa asosida yilga qarab narxi o'zgaradi avtomobillar. Bo'lib ham hech qanaqa penasi bo'lmaydi. Misol uchun oylik to'lovingiz 2-chislarda bo'lsa, siz 30-kun to'lasangiz ham tan narxiga 100 so'm ham qo'shilmaydi. Bu mashina 7 ta o'rindiqli bo'ladi. E'tibor berasiz, juda ham chiroyli dizaynda, katta panorama tomlari ham bor. Salon qismi koja bilan jihozlangan, skoroslari ham joystick, besprovодной zaryadnik, 360 graduslik kamerasi. E'tibor berasiz, koja bilan jihozlangan va orqa dizayniga ham alohida e'tibor berasiz. Juda ham chiroyli dizaynda 7 ta o'rindiqli oilaviy crossover hisoblanadi. Mashinamizning narxi 287 million so'm bo'ladi. Tan narxidan $4600 bilan nasiya savdoga 5 yilgacha chiqazib beramiz. Agar sizni qiziqtirgan bo'lsa, kommentariyada oylik to'lov deb yozib qoldiring. Menga obuna bo'lgan bo'lsangiz, 5-10 daqiqada lichkangizga rashodlarni tashlab beraman. Manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozori, Promzonaning yo'lida. Pastdagi nomerlarga telefon qilsangiz ham lokatsiya tashlab berishadi.